Salom hammaga, sizlar bilan Deniz Bahromov YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoga sizlar bilan DLS'da O'zbekiston formasini qo'yishni o'rgataman. Videoni boshlashimdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, maksimal qo'yasizlar. Hop, sizlar bilan bugun O'zbekiston formasini qo'yamiz. Birinchi olib biz Maykulib o'tamiz. Bu yerdan qilib o'tamiz. Bu yerda mana birinchisi turibdi kit. Pastdan turibdi, mana birinchi mana pastda custom kit turibdi. Chap tarafda pastda shu birinchi olmos ochiladi. Menimcha yo 150 ta yo 300 ta ochiladi. 70 dan bilmadim. Men shuni ochganman. Sizlar ochib olasizlar buni. Ochganinglardan keyin kaslar hop, mana shuni yozasizlar. Videoni pauza qilib yozib olinglar. Shuni bosamiz. Confirm deymiz va mana tayyor. Okay deymiz. Mana formamiz. O'zbekistonning formasini berdi bu. O'zbekistonlik bayrog'ining formasi bu. Chiroyli. Hop. Keyingi videoda biz endi logoni qilishni o'rganamiz. O'zbekiston logasi va keyingi videoda shu formada shu chekasida O'zbekiston logasi turadi. Formasida O'zbekiston logasi haqiqiy. Va bu logada ham O'zbekiston logasi turadi. Mana tepada turibdi, masalan, meniki Deniz Bahromov deb tepada turibdi. Bu yerda ham O'zbekiston logasi turadi. Bu mana logo, uni o'zim yaratganman. Chunki bu hozir videoga like bosasiz, keyin ishlaydi, bo'lmasam ishlamaydi va anaqasi yo'q. Imkoniyati yo'q. Videoga like bosilgandan keyin ulanganda videoga like bosilgandan keyin ishlanadi. Like bosib shu logoni qilasizlar. Keyingi video bu logoga bo'ladi. Keyingi video 100 tacha like xda keyin chiqadi. Hammaga omad. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, esdan chiqmasin.